Salam dostlar, günlük turmuşumuzda etrafımızda nait sağlam timə yürgen, yoki tek tünügün kögen adamlarning tuyuqsiz ölüm xabarini anlap qalamiz. Bu xil ahvol hozirgi jamiyatimizda yoshlardimi bir qadar ko'p ko'rilyotidi. Sababini surishtirgunimizda yoshurun yurak keslikan yoki tsusi bo'pti deb qo'ydi. Endi meditsinada deyilayotgan tsusi deganimiz tuyuqsiz ölüm yoki yurak harakatining tuyuqsiz to'xtab qolishi deb qarasak bo'ldi. Endi bu yerda deyilayotgan tuyuqsiz ölüm hargizmi bir tasodiflik emas, balki badanning uzun muddatlik yuqori qon besim, diabet kesili, qandik maymatisi yuqorilash, shuningdek bir qator to'g'ri bo'lmagan turmush odatlarining to'planishi, jug'ilinishidan kelib chiqadigan bir xil hodisa. Tuyuqsiz o'limning sabablari ichida yurak manbali tuyuqsiz o'lim, ya'ni Shinyanshin tsusi deymiz, bu eng yuqori salmoqni egallaydi. Taxminan 80% atrofida bo'ldi. Endi munosib materiallarda statistik qilinishicha, yurak manbali tuyuqsiz o'lim odatda 30 yoshdan 63 yoshgacha bo'lgan. Musharliqda eng ko'p uchraydi. Erlarda ko'rilish nisbati ayollardan yuqori bo'ldi. Vaqt jihatini aytgan chog'da qish faslida yoki yerim kechida ko'rilish nisbati bir qadar yuqori bo'ldi. Endi zot qanday sabablar yurak manbali tuyuqsiz o'limni keltirib